Abdumalik aka, bugun qayerga iftorlikka boramiz? Qayerga boraylik? Qiziq-ku, meni tabak yegim kelyapti lekin. Bo'ldi. Sizni zo'r joyga olib boraman. Aka, meni qayerga olib keldingiz? Muhammad Rizo, men sizni Osiyo jo'jaga olib keldim. Tabak yeyman degan edingiz. Kirib ko'ramiz qanaqa narsaligini, yeb ko'rasiz. Muhammad Rizo, sizni men Osiyo jo'jalariga olib keldim. Odamlar ham nihoyatda ko'p, hatto joy yetmay qolganligini ko'rib turibsiz. Bu yerda hozir tabakani zakaz berib qo'ydik hali. Endi keladi. Xudo xolasa yoqadi. Biz bu yerga kelganimizdan keyin joy topilmay turdi. Joylari chiroyli, shinam holatda. Tabagi ham juda ham mazali, qarsildoq keldi. Qanotlari ham mashhur ekan. Juda ham issiq, ta'mi ham zo'r. Kusragan ekan. Tovuq o'zi ham zo'r pishgan ekan. Muhammad Rizo qani yoqdimi? Вообще aka, cho'tki maza qildim. Ha, uka, hali siz bilmagan juda ham ko'p joylarga boraman. Aka, bu yer qayt? Uka, bu yer Imom Azam masjidining ro'parasidagi Osiyo jo'ja bo'ladi. Piyos payidagi.